20-asr oxirida Koreyada katta fojia yuz bergani haqida eshitganmisiz? Keling birgalikda fojianing kelib chiqish sabablarini ko'rib chiqamiz. 1995-yilda Seulda joylashgan Samsung savdo markazi to'satdan qulab tushadi. Bu halokatda 502 kishi halok bo'lib, 900 dan ortiq inson jarohat oladi. Bu voqea Koreyadagi eng yirik qurilish halokati sifatida tarixda qolgan. Savdo markazida A va B bloklari mavjud bo'lib, bloklar oraliq yo'l orqali birlashtirilgan. Bino aslida 4 qavatli ofis va oddiy savdo markazi bo'lishi kerak edi. Ammo bino egasi qo'shimcha bir qavat qurdirib, uni yirik savdo markaziga aylantirishga uringan. Yangi 5-qavatda esa og'ir restoran va kitob do'koni joylashgan edi. Bundan tashqari tom qismida 200 tonnalik sovutish tizimi o'rnatilgan bo'lgan. Mutaxassislarning fikricha, bino qulashining asosiy sababi qurilish uslubida bo'lgan. Odatda ustunlar to'sinlar bilan tutashadi, lekin bu loyihada ustunlar to'g'ridan-to'g'ri shiftga tutashgan va binodan kengroq foydalanish uchun ustunlar soni kamaytirilgan va mavjud ustunlarni ham qalinligi ingichkalashtirilgan. Bino konstruksiyasi bu og'irlikka bardosh bera olmagan va qulab tushgan. Bu fojia bizga shuni eslatadiki, qurilishda eng kichik xato ham eng katta halokatga aylanishi mumkin. Roy Architect'ni kuzatishni davom eting va videoga like bosishni unutmang.